Turkiyaning eng yirik shahri Istanbul Yevropa va Osiyo qit'alarini o'zaro bog'lovchi Bosfor bo'g'ozida ikkita qit'ada joylashgan yagona shahar hisoblanadi. Eng qadimiy va boy tarixiy merosga ega ushbu shaharda dunyoga mashhur Ayo Sofiya, Sulton Ahmad masjidi, Ko'k masjid, To'pqopi saroyi va Galata minorasi kabi tarixiy obidalar joylashgan. Istanbul nafaqat tarixiy obidalari, balki dunyoga mashhur Butunjahon hayvonot bog'lari va akvariumlar assotsiatsiyasining a'zosi bo'lgan mashhur akvariumi bilan ham sayyohlar e'tiborini tortgan. 2011-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan Istanbul akvariumi Floriya tumanida, Istanbulning janubiy-g'arbiy sohilida, Otaturk xalqaro aeroportidan 5 kilometr uzoqlikda joylashgan. Istanbul akvariumida 17 mingga yaqin dengiz va 1500 dan ortiq quruqlikda yashovchi hayvonot olami mavjud. Ushbu akvarium o'ziga xos flora va fauna olamining betakror namunalarini ko'z o'ngingizda namoyon etadi. Istanbulning marvaridi hisoblanmish Bosfordan sayyohlar paromlarda Buyuk Ada oroli sari yo'l olishadi. Ushbu orol o'ziga xos sof havosi bilan ajralib turadi va rang-barang gullarga burkangan. Mehmondo'st orolda katta xaridlar qilishdan ko'ra yaxshi dam olasiz. Oroldagi Bosfor qirg'og'idan boshlanadigan piyoda sayr sizga xushkayfiyat ulashadi. Turkiyaning husnkor Bosfori bugun ham xayolot daryosiga cho'mgan. Yiliga millionlab sayyohlarni o'z bag'riga oladigan Bosforda hayot shukuhi qaynaydi. Dunyodagi eng toza sohillarga ega bo'lgan Turkiyaning nafaqat akvakurort shahri, balki mashhur orollari ham mo'jizakor hisoblanadi. Kanalimiz rivoji uchun unga obuna bo'lib, like bossangiz sizdan minnatdor bo'lamiz.